500 gram choy $544. Joyda choy qilish o'rgatishadi. Xitoyda choy qilish bu ham bir san'at va bu san'atni o'rganish narxi $25. What? Bro, what are you talking about, man? Shu joyda dars o'tiladi qanday choy qilish. Mana eng qimmat choy $3800. Mana o'sha $544 sehrli choy. Buni ichgan odam точно supermen bo'lib ketar ekan. Xitoyliklarda choy ichish, choy qilish shunchalik san'atga aylanib ketganki, shunchalik choy yaxshi ko'radiki, ular hattoki o'qituvchiga borib o'rganishadi qanday choy qilishni, qaysi navdan qilishni, qanday damlashni. Kim $544 ga choy ichadi? Maksimal darajada shunchalik kuchli muhabbat choyga nisbatan. Endi uni xitoyliklar tushunadi, men tushunmayman, lekin $544 ga choy olmagan bo'lardim.